Xitoyning Rossiya qismlarini xatarlik sohalarda tarbiyalashi diqqat qo'zg'adi. Albatta, shu urush boshlangandan buyon Rossiya Ukraina urushi biz qanchilgan xabarni berdik yani. Xitoyning hozirgacha tulkilik bilan men hech qanday ishga aralashmay betaraf turyapman, u bu deb ilgarilik qilayotgan bilan nurg'un nufuzli dokumentlarda, xabarlarda pat chiqibdi deb. Birdan Xitoyninki harbiy aslahalarni uning orqasidan berayotganligi, birdan har xil ta'minlayotganligi, har xil texnikalik jihatdan birdan mana shunga o'xshash bu qatimqisi texammak Yevropani bearam qilgan bir masala. Xitoyning bultur Beyjingdagi harbiy bazalarda Rossiya askarlarini tarbiyalaganligi haqidagi maxfiy harbiy hujjatlar oshkorlangan bo'lib, bu harakatning radioaktivlik, biologiyalik va ximiyalik urushga chetishlik bo'lishi alohida diqqat qo'zg'agan nuqtalarning biri. Tabiiyki 15 kundan oldin bir xabar berdik. Yevropa ittifoqidanmi yuqori bir amaldor shu vaqtida Xitoyninki shu askar tarbiyalab berayotganligi haqida xabar berdi. Mao texmbek bu yerda radioaktivlik, biologiyalik va ximiyalik urushga chetishlik bo'lishi alohida diqqat qo'zg'agan yangidan chiqqan bir maxfiy harbiy hujjat oshkorlangan. Bu Yevropa ittifoqini jiddiy harakatga keltirgan bo'lib, buningga qarshi tadbirlarni muzokara qilmoqda ekan navbatda. Ikki Yevropalik amaldor va Reuters agentligi ko'zdan kechirgan hujjatlarga asoslanganda Xitoy Rossiya qismlariga qaratgan yushurun harbiy mashqni bultur avgustda Rossiya mudofaa ministri bevosita tasdiqlagan bo'lib, bu jarayonga bevosita kam deganda 4 rossiyalik va Xitoy general qatnashgan. Yani eng yuqori darajalik generallar bevosita qatnashgan bir harakat ekanligi o'tirib qo'yilgan. Amaldorlarning aytishicha, Ukraina urushi bilan munosabatli mashqlarga bundaq yuqori darajalik shaxslarning qatnashishi Rossiya bilan Xitoy uchun bu xil hamkorlikning muhimligini ko'rsatib beradi ekan. U ikkisi uchun shundaqda, garchi Xitoy buni inkor qilgan bo'lsa-mu, bu ahvol Yevropada yanada jiddiy andisha paydo qilgan. Hujjatda ko'rsatilishicha, Rossiya qurolli qismlaridan tarkib topgan bir hay'at bultur Xitoyga berib, Xitoy armiyasining aslahalari bilan ijro qilingan mashq manevrlarga qatnashgan. Bundan sirt 11-oydagi Beyjingdagi bir harbiy o'rinda radioaktivlik, ximiyalik va biologiyalik mudofaaga markazlashgan 3 haftalik kurs o'tkazilgan. Yani intayin xatarlik eng bo'lib bu nuqtalar Yevropani jiddiy andishaga solgan nuqtalar. Nanjingda o'tkazilgan mashq haqidagi bir dokumentda Xitoydagi uskunlarning saviyasi, ishlatilishi va ta'lim beruvchilarning yuqori nazariyaviy bilimi maqtalgan bo'lsa-mu, ammo Xitoyning urush tajribasining yo'qligi alohida tilga aylangan. Yillardan buyon deb kelyapmiz-ku bu. Xitoy har qancha o'zining qurollarini shu butun dunyoni hayron qoldirib ko'rgazma qilayotgan bilan amaliyotda uzun yillardan buyon amaliy bir urushga kirmaganligi uchun doktor Erkin Akram bilan biz qanchalar qadam suhbatda, yani sen maydonga tushgan vaqtda qanchalik bir narsa qila olaysan. Chunki bu surat tashqi bu ko'rinishga bakma olinib ketmaslik kerak. Tajriba yo'q degan nuqtalar tilga olingan. Bu nuqtadami, bu yerdami urush tajribasining, yani Xitoyning urush tajribasining yo'qligi alohida tilga ilingan bu maxfiy hujjatda. Germaniya mudofaa ministrligi mazkur xabar haqida ifoda bildirib, Rossiyaning Yevropaga nisbatan eng chong tahdid ekanligini, Rossiyaning Ukrainaga qarata strategik urush qo'zg'ashiga turtki bo'lgan har qanday harakatning o'xshashli Yevropaga xavf keltiradiganligi ta'kidlangan. Reuters agentligining o'tgan oydagi Yevropa istixborot organlari va harbiy hujjatlarga asoslangan xabarda Xitoyning bultur 11-oyda taxminan 200 nafar Rossiya harbiy xodimini mashqlantirganligi yuqori deganimdek biz 15 kun oldin sungan xabarda bu. Ya'ni bultur 11-oyda taxminan 200 nafar Rossiya harbiy xodimini mashqlantirganligi, ularning ba'zilarining keyincha Ukraina urushiga qatnashganligi qayd qilingan edi. Demek mana shunday bir jiddiy bir vaziyat va Yevropadami, albatta bu haqdami doktor Erkin Akramdan birdamlikdan so'raymiz.